Bakli bo'ling. Bo'ldi, kelin. Endi borib bitta issiqqina choy damlang. Boygina damlagandim, Adajon olib kelib beraymi? Oy, tirik bo'lganda menga issiqqina choy qilib berardi. Bor aytganlariniki? Xo'p. Kelin, bugun kechga manti qiling. Mantigim kelib ketdi. Boya mastava qil deganingizga mastava qilib qo'yma, Adajon. Mayli, o'zimda o'ylab qarasam mastava ichkim kelyapti ekan. O'g'lim, nima kech? Dada, tinchlikmi? Nima yig'layapsiz? Kelinimga manti qilib ber desam, mastava teshib chiqadimi, dedi. Oy, tirik bo'lganda qilib berardi manti. Men unaqa demadim-ku. Nima yig'layapsiz, dada? Kelinga kirlarimni yo'q desam, yuvmabdi. Oy, tirik bo'lganda yuvib berardi. Ha, uyda kir moshina bo'lsa, shuni parashokni tashlaysiz, yuvib tashlaydi. Qanaqa parashok? Nomini ayta olmayman, reklama bermagan bizga. Yana nima bo'ldi, dada? Xotiningga televizor pultini olib ber desam, olib bermadi. Oldingizda turibdi-ku. Oy, tirik bo'lganda shuni olib berardim. Ja oshirib yubordilar-de. Kelin, kiyimlar olib qayerga ketyapsiz? Uyda eski kiyimlar ko'payib ketdi, Adajon, musorga tashlab keling. Yaxshi fikr, zo'r fikr. Qayerga ketyapsan? Yo, ketgan. Adajon, meni uydan haydab yuboryaptilar, uyda bo'lmaga qolmagani uchun. Mendan ancha o'rganyapsiz, kelin. İşte sen genç tepkiler vilon. Bo'ldim. Qayoqqa? Jo'ralamlar cho'milib kelay. Baloni yebsan, kirib uxlaysan, tushundingmi? Bu issiqda ko'chada kuchuk ham yurmayapti. Men birinchi o'milaman. Men kalla tashiyman. Baribir uxlaysan. Tur. Qizaryapsanmi? Tushimda mazaq cho'milibman, quyoshlarga toblanib. Aha, tushungacha kirganmiz. Ha, bo'pti, bor, cho'milib kel. Yo'q, shart emas. Endi shart emas. Soat 1 bo'pti, yur uxlaymiz. Jo'ralam zaldoryapti ekan, mazza qilib. Qanaqa zardoli? Bu issiqda zardoli yeb otravleniya bo'lmoqchimisan? Yur, kir uxlaymiz. Mayli. Nima sasyapti uyda? Asiz til qerdaydi. Dada, soat 1 bo'pti, yuring, uxlaymiz. Mayli. Yur. Sen xurram o'ynayapsan, boyam xurram o'ynading. Shunning har kuni xurram o'ynagansan. Boshqatdan o'tasan. Ko'zingga nima qildi? Qo'lim mana bunday qo'yib uxlab qolibman. Dada, abid bo'ldi, uxlaymizmi? Sen o'zingni xonangga kirib uxlayver, men orqadagi xonaga kirib uxlayman. Men uxlayman men. O'ynaymizmi? Menga qara. Sen dadangdan har kun qanday ruxsat so'rayapsan o'zi? Dadamni har kun uxlab chiqyapman. Rostdan uxlayaptimi dadang? Ha, uxlayapti. Qarachi. Endi nima deysan dadangga? Ay, o'g'laydi-ku, deyman. Aka, tarvuz beray, olib keting. Tarvuz bormi? Bor, tarvuz bor. Mana sizga tarvuz. Nech pul? Yo, pulingiz kerak emas. Klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Haligi kechagi bergan tarvuzingiz shirin chiqdi, shunga yana olgan kelgandim. Sizga yomon tarvuz bermayman-ku.
Qanaqasidan beray? Zo'rdan beraman. Lekin faqat bu safar pulni beraman. Mayli. Opa, tarvuzchi bola bilan gaplashyapsizmi? Qayerdan bilding? Bildim-de. Kechagi bergan tarvuzim qalay chiqdi? O'zingizga o'xshab shirin chiqdimi? Nima yeyishuvdi bular? Ozgina tarvuz yeyishuvdi. Отравление bo'lib qolishibdi. Tez больницаga borish kerak. Ha, zo'r chiqdi. Ha, dada, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi? Tarvuz sotyapman. Yemaymiz-ku shuncha tarvuzni sotaman-da. Qayerga ketyapsan? Men tarvuz agani? Ha, mayli, yaxshi olib kel. Bu yoqqa. Yaxshi qiz, shirin tarvuzlarimizdan oling. O'zimni tarvuzchim bor. Mana sizga tarvuz. Buni puli kerak emas, faqat klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Voy, rahmat. Voy, tarvuzchi! Voy, bila, bitta klientdan ayrildim-da. Qishloqda yashasang nimalar bo'ladi? Balo bo'ladi. To'r o'rningdan molga o'xshab uxlamasdan hali bankka yopishimiz kerak. Ketadimi, aya tushiraymi? Ko'p gapirma. Qachon mana shu daraxtdagi hamma o'riklarini terasan, keyin tushasan. Tushundingmi? Bo'ldi, shu yetar ekan. Yur ketamiz. Qaytgancha mana bu 5000 ni olgin-da, odingga yetmagin. Tushundingmi? Soyaga qilsam bo'lmasmi? Keyin podvaldan bankalarni ham olib chiqib yuv. Aya, bular yuvib bo'ldim. Yomon isib ketdim. Shunday bitta bor cho'milib kelay. Nima deding? Qayda dedingiz bankalarda? Isib ketdim. Endi sen borib magazindan banka qopqoq olib kelgin. Men ham qo'shnidan chiqib shakar olib kelay. O'tgan yili bir kos olgan, hali bermaydi. Aniq shundan-a? Ha, xuddi shundan. Ha, molni qara-ya. Men senga shuni aytdim. Qizil yozuv bordan olib kel dedim-mi? Bor alishtirib kel. Aniq shundanmi? Yana bir marta so'rayapman. Javob, men yozuv bor-ku, aniq shu. Yuzingga nima qildi? Ayam urdi. Men bu ham masaganda. Men unda ikkalasini olib bor, qaysi bir to'g'ri kelsa o'shani olib qolasan. Ha, to'g'ri aytasiz. Ayamda o'zi kelar ekan. Aya, oldingizda yopsam bo'lmaydimi? Soyada zo'r yopaman-da. Kun salqin, o'sha yerda ham o'tirib yopavergin. Bu go'rsoqdang bugun kun bo'yi nima ish qildi? Maqtang, aya, ish qildim-ku, ko'p ish qildim, maqtang. Balo ham ish qilgani yo'q buningiz. Let's go. Yurak urar jiz. Ko'chada ikkita qiz. Ha, oyijon, kuyovingizmi? Vannadalar. Nima qilayotganimni ham ayt. Onangga har narsani ham aytaverman. Necha marta aytdim, og'zingda gap turadim o'zi. Xo'p. Qara, men kechagi mashinani oqidan olmoqchiman. Uydagilarga surpriz qilamiz. Faqat oyingga aytib qo'yma, tushundingmi? Xo'p. Qara lekin. Hozir og'zingda gap turmaydi, bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabriklayman. Oq mashinalar olsa, tagidan shamollab o'tib yursin. Rahmat. O'z oyinga yetmadingiz-ku? O'shangiz siz oyingizga yetdim. Sen ertalab turganda 3 ta 4 ta tuxum yegin, ichingni zo'r qotiradi. Nega unaqa deyapsan? Iching o'tayotgan ekan-ku. Senga kim aytdi uni? Xotinimga, xotinim esa menga aytdilar. Akajon, kelib yaxshi qilsan dedi. Ye, qaynuka. Qanday yaxshi. Biz tomonlarga qaysi shamollar uchirdi? Opam bilan gaplashuvdim. Uyda produktda qolmabdi. Shu hamma produktlar olib keldim. Rahmat. Aytgan jonim. To'yingga bizdan nima xizmat? Hech narsa kerak emas, pochcha. Bu eshitishimcha mashinangizni uribsiz. Ishdan haydalib ketibsiz. Ahvolingiz juda og'ir ekan, minusda ekansiz. Kerak emas, pochcha hech narsa. Senga kim aytdi uni?
Opa. Seni og'zingda gap turadimi o'zi? Har narsani har kimga aytaverma dedim. Aytilmaydigan gaplar bor. Jinnimisan? Boya Charchab ketdim. Viloyatdan yugurib kelyapman. Eshitdim, sразу yugurdim. Yo'q, siz umuman siqilmang. Bu hamma erkaklarning boshida bor. Oldiramiz o'sha varikozingizni. varikozni qayerdaligini ham aytdingmi? Orzu qildik va bunga erishdik. Nima unda chekkada o't. Hozir 1 minut. Assalomu alaykum aka. Kim kerak? Bankdan keldim, kreditingizni to'lamagan ekansiz. Zo'r ish qilibsiz-a, kechqurun 12 da. Bugun to'yim bo'ladi aka, erta o'zim o'taman, maylimi? Nima ustingizga kostyum pasta short kiyib olgansiz? Shungacha ulgurdim aka. Ertaga o'taman, jon aka, keting. Ayyo, bo'lmasa uyingizda nimadir musodara qilishim kerak. Bo'pti, nech pul, tezroq faqatmi? Uxlab qolmadingizmi? O'tirib. Endi bizga hech kim xalal bermaydi. Bankdan kelishibdimi? Siz qayoqdan bildingiz? Eshitib qoldim. Yomon eshitgich ekan, qani bitta qulog'ingiz To'ladim-ku aka, yana nima xohlayapsiz hozir? O'rtog'ingizga kafil bo'lgan ekansiz-a? Aka, ertaga aytaman, o'zi to'laydi, xo'p? Hozir shoshyapman, jon aka. Yo, siz kafil bo'lgansiz. Siz to'lashingiz kerak. Hozir uyingizda xaladenlik nimadir olib chiqib ketishim kerak bo'lmasa. To'layman. Onasi mensin to'layman. Bu yana qolmadi. Nech pul? Kafil bo'lgan ekansiz-a? Voy, yomon poylag'ich ekansiz-da. Men ham bitta poylay. Mendan boshqa hamma tiryapti bugun. Va ko'kko'ylar. Qara. Kreditim to'lagan bo'lsam, kafil bo'lgandan to'lagan bo'lsam, to'yim kuni tinch qo'yinglar. Nima xohlaysiz hozir mendan? Yo'q, siz hamma qarzlaringizdan qutuldingiz. Men sizni oldingizga kelganim yo'q. Men bank xodimamizni olib ketgani keldim. Jinnimi siz? Qanaqa xodima? Men uyimda xodim. Kreditlar to'landimi? To'landi. Kafilligini ham to'ladimi? To'ladilar. O'zi shunaqa bo'ladi, kreditni olishga oladi, to'lamay yurishadi. Mana shunaqa qilib undirish kerak bulardan. Bo'pti, Erjon. Nima bo'lyapti? Nima? Alo. Ichyapmiz. Jo'miz. Chakyapmiz. Ha, chakyapmiz, ha. Diskotekadamiz. Ha, diskotekadamiz. Kim aka? Ha, ade.